Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 109-mavzu tarkibli tenglamalar mavzusidan uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa 10-misol 11-masala. 10-misol tenglama. Tenglamalarni tekshirishlar bilan yeching. Birinchi tenglamamiz qavs ichida x qo'shuv 277 bo'lib 3 teng 114. Qavs ichida mana yozib oldik. 270 x qo'shib 277 bo'lib 3 teng 114. Noma'lum ifodalarni bir tarafga, ma'lumlarini bir tarafga o'tkazamiz. X qo'shib 277 deb yozib olamiz. Bo'lib 3 tengdan bu yog'iga ko'paytirish bo'lib o'tadi. 114 ko'paytiruv 3. Mana bu 3 114 ga ko'paytiriladi. Teng qo'yilgandan keyin tengdan bu yoqqa o'tadi 3. Ko'paytirish bo'lib o'tadi. X qo'shuv 277 mana buni yozib oldik. Qavsdan chiqarib 114 3 ga ko'paytirsak 342. Endi bu oddiy tenglamaga aylandi, sodda tenglamaga aylandi. Sodda tenglamalarda qo'shish ayirish kelganda mana bu noma'lum son qo'shish kelganda ayriladi. X teng 342 ayiruv 277 javob 65. Buni tekshiramiz. X o'rniga 65 ni qo'yamiz. 65 qo'shuv 277 qavs ichida bo'lib 3. Buni hisoblab chiqsak 114 chiqadi javob. Mana 114 teng 114 ga. Ikkinchi tenglamamiz 720 bo'lib qavs ichida x ayiruv 67 teng 80 ga. Mana yozib oldik. Noma'lum son bo'luvchini o'rnida kelgani uchun tengni bu tomonga o'tkazganimizda ham, o'ng tarafiga o'tkazganimizda ham bo'lish bo'lib o'tadi. Noma'lum son mana bu bo'luvchini o'rnida kelgani uchun. Agar noma'lum son bu yoqda birinchida, ya'ni bo'linuvchini o'rnida kelganida ko'paytirish bo'lib o'tardi. Yozib olamiz qavs ichida ifodani. Noma'lumlarni bir tomonga o'tkazamiz, ma'lumlarni bir tomonga. X qavs ichida x ayir 67 teng 720 bo'lib 80. Mana bu 720 ni mana 80 ga bo'lyapmiz. X ayir 67 teng 9. Mana 720 ni 80 ga bo'lganimizda javob 9 chiqdi. X teng 67 ga 9 ni qo'shyapmiz. 67 qo'shuv 9. X teng 76. Tekshirish. Mana 720 bo'lib x o'rniga 76 ni qo'ydik. 76 ayir 67 teng 80 ga. 80 teng 80. Tenglamalarimiz yechimi shundan iborat. 11-masala. Rassom suratni dekabr va yanvar oylarida chizdi. U dekabr oyida har kuni 4 soat 30 minut ishladi. Yanvarda esa bundan 1 soat 40 minut ko'p vaqt ishladi. U suratni chizib tugatish uchun jami qancha vaqt sarfladi? Bu necha kun, necha soat va necha minut bo'ladi? Dekabr oyi 31 kun, yanvar oyi ham 31 kun. 4 soat 30 minut dekabr oyida ishlagan. Buni minutga aylantirib olamiz. 4 soat 30 minutimiz 270 minut bo'ladi. Dekabr oyida bu ishlagan vaqti 1 soat 40 minutga aylantiradigan bo'lsak 100 minut bo'ladi. 270 ga dekabr oyidan yanvar oyida 100 daqiqa ko'proq ishlagan ekan. Shuning uchun 270 ga 100 ni qo'shamiz. 370 bo'ladi. Bu yanvar oyida ishlagan vaqti. Endi 270 ni ko'paytiramiz 31 ga. 31 qayerdan keldi desangiz, mana 31 dekabr oyini kuni.
ishlagan vaqtini kuniga ko'paytiramiz. 270 ko'paytiruv 270 minut bu. Ko'paytiruv 31. 8370 minut dekabr oyida ishlabdi. Endi yanvar oyida 370 minutdan ishlagan edi. 370 ni 31 ga ko'paytirsak, 370 ni 31 ga ko'paytirsak 11470 minut yanvar oyida ishlagan. Endi jamini so'rayap turgani uchun dekabr oyiga yanvar oyidagi daqiqalarni qo'shamiz. 11470 ga 8370 ni qo'shsak 19840 minut kelib chiqdi. Bu jami o'sha ishlagan vaqti. Endi savolda aytilyaptiki, bu necha kun, necha soat va necha minut bo'ladi? 19840 minut 13 kun 18 soat 40 minut bo'ladi. Buni kun, soat, minutlarga bo'lganimizda mana shu natija hosil bo'ldi. 13 kun 18 soat 40 minut. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosib obuna bo'lishni unutmang.